Dubayda dengiz bo'yida qurilayotgan xonadonlarning eng arzon narxi 700 ming dollar atrofida boshlanadi. Lekin men sizga 380 ming dollarga kvartira topdim va eng qizig'i siz bu pulni hammasini to'lamaysiz. E'tibor bering. Dubayda eng kichkina kvartiralar odatda bir yotoqxonali bo'ladi. Shuni evaziga narxlar qimmat. Lekin bu xonadon studio bo'lgani sababli narxi arzon. Bundan tashqari to'lov jadvali juda ham qulay. Ya'ni uy bitguncha siz 70% to'lovni amalga oshirasiz, qolgan 30%ni kalitni olganingizdan so'ng 30 oy davomida to'laysiz. Odatda bu kabi xonadonlar oyiga 4 ming dollardan yuqori daromad keltiradi. Agar siz ijaradan tushgan daromad evaziga uyni o'zini qarzini yopib borsangiz, bu degani 380 ming dollarlik kvartira sizga taxminan 270 ming dollarga tushadi degani. Agar hoziroq harakat qilib murojaat qilmasangiz, bundan quruq qolishingiz mumkin. Chunki taxminan bor yo'g'i 8 ta xonadon qoldi. Agar videoni ko'rayotgan paytingiz u ham sotilib ketmagan bo'lsa, hoziroq murojaat qiling.